Assalamualaikum, hurmatlı көрермандар, hurmatlı біздің YouTube каналы күзетіп баратқан мекендаштар, жана Алапкы районунун тургундары, соода менен алектенип аткан достор. Бүгүн 2024 жылдын 8 сентябрь биздин Алапкы району Соломо базарыбыздагы жайма анан мал базардагы жаңылыктарды сиздер менен бөлүштүк. Кудай буйрса, бул жактагы жаймадагы иштерди бир катар жылыштарды көрсөтөйүн. Азыр бир катар ушул жактан көрсөтүп туруп, могу жаңы түшкөн жакта да бир көрсөтүп өтүп кетейинчи, көрүңүздөрчү. Кадимкидей эле жайма базар кадимкидей эле өзүнүн ишин улантып атат. Соодагерлер өздөрүнүн товарын алып келип кадимкидей эле сатып атат, иш жүрүп атат. Өткөнкүгө караганда анча эле жакшы. Жылыш бар. Азыр могу мөмө жемиштердин могу местазын көрсөтөйүн. Таксырды да бир сүйлөтүп коеюнчу. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Деңсиңиз жакшыбы? Амансызбы? Бул Духи диний китептер, ишигиза исламский магазин да? Соода жакшы болуп атабы? Алхамдулилlah, шүгүр. Базар жактыбы? Базар жакшы. Өткөнкүгө караганда бир аз жылыш бар окшойт, Эми кандай десек, мисалы ар бир нерсенин өзүнүн учуру бар, сезону бар да. Орду бар, Орду бар. Ошого жараша жакшы. Налыган менен Кудай Таалам пешинеге жазганы берет да. Ошон үчүн шүгүр келтирип жүрөбүз, иншалла. Соодаңызды берсин. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Рахмат. Лаке достор, бияқта кадимкидей мөмө жемиштер. Помидорлар канча болуп атат, туган? 40 сом оптон. Оптонмо? Assalamu алейкум. Берекесин берсин. Базар кандай болуп атат? Базар жакшы. Көңүлдөгүдөй эле? Ооба. Нар жака караганда бияктын баягы базарга төлөмдөрү кандай экен? Арзанбы, кымбатпы? Төлөмдөр арзан. Арзан, Мурдага караганда. Арзан. Жакшы, жакшы. Ийгилик. Ийгилик. Лакей. Азыр ушул жердеги могу местаны бир көрсөтүп кетейин. Азырынча могу жакта Лаке могу жерге азыр мына үстүлөрү бүтүптүр. Үстүлөрү бүтүптүр, могу навестерчи. Анан астын стяжка кылып атыптыр. Кудай буйрса эмиги базарга чейин бүтүрөт экен. Мен сурадым. Анан бул жерде 200дөн ашык адамга орундук болот экен. Соода кылгангачы. Дагы. Кудай буйрса жылыш бар. Элибизге да рахмат ушунчалык келип иш кылып аткан соодагерлердин соодасына Кудайым береке берсин. Бияктагы жаймаларды көрдүңүздөр. Азырынча баары Кудайга шүгүр жаман эмес. Assalamu alaikum. Kırgız eli, Kırgız tanıdıklar. Bizden kayrılığımız azırkı erten Özbekistan menen Kırgızstan'ın ortasındağı mal ötkörü punktları jabılganına baylanıştı. Bugünkü bazarda malın bazı narkı düştü. Eldin azırkı uçurda eldin fayda көргөнү, элдин тирилиги мал менен да, аслында штаттардагы кала тоо жерлерде. Ошолордун малы азыр эгер пост жабылып, пункттар жабыла турган болсо, мал өтө төмөн баага түшөт. Элге кыйынчылык элге келет, ошону бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу бир аз ошол жактарын ойлонуп чечип берсе жакшы жагына. Пост ачып берсе жакшы болот деген эми. Азыр элчиликтин талабы ушул. Özbekistan gраницасы жабылып калды. Ошол себептен балдар да базар
Ha, isteyotadi. Qanday qaraysiz o'shoga bir kichkina ma'lumot beringchi sizga. Endi o'shoga- Bozor O degan ne değil, ötken hafta sal canaveli. Tüzük eli. O da onu alımda tüzük. Ağzı buna ağzı oşak çavuldu değil. Bozorda. Pazar başım çok oldu da. Bizi türbeyatı öyle şirket batı öyle malda. Xudo qalasa yaxshi bo'lib ketarmi? Yaxşı okuyun. 20 gün öyle batı öyle. Ne sebepten javuldi ekan, 20 kun? O identifikatsiya qiladi. İdentifikatsiyasi bu doğrular, doğru takılar bir kar. Davlat şeyini aksa tuş gerek. Bo'ldi, tushunib. Arada şu ketvatını var. Şart doktorda endi. Seni paylanaş gerek. Yaxshi bo'lib ketadi, ochilib ketadi. Ochiladi. Qancha bo'ldi dedingiz? Assalomu alaykum hurmatli mekandoshlar. Bugun 8 sentyabr 2024-yil Jalobod oblasi Alabuqa rayoni Solomon mol bozorindamiz. Bu videoda tug'anlar jilqilarning bolalarini sizlarga tartib ko'rsatishga harakat qilamiz. Biz chiqargan video Nur Sport jana qancha so'm kanallaridan ko'rsangizlar bo'ladi tug'anlar. Video yoqsa like bosib, bizning kanalga qatal bo'lgan bo'lsangiz qatal qo'yinglar, bir chekkadan boshlaymiz. Bu yerda realna bog' bo'lyapti. Qaysi bog' bo'lyapti? Aka qaysi bog' bo'ldi? Qancha bo'ldi? Hadi ke tart 93 ga. Qarmang. Haddan aka. 93 93 ming so'm bo'lyapti. Realna bog'. Oldu qo'yaverdi. 5 top beradi. 5 top beradi. 5 top. 5 top. Qo'ychi bermaydi bro. Şu 93 bo'lyapti, şu 93 bo'lyapti. 93 ming so'm buna. Berilmayapti. 5 so'm qo'shayın deymi? Şu taylar suralcha. Qancha oldu aka? Assalomu alaykum aka. Taylar qanchadan bo'ldi? 62 dan so'radi. 62 dan erkek Birovini? 62 mingdan so'radi. Belbelimda. Erkek taylar. Qancha oldu bu so'radi? So'rayaptirmi? Doğru. 95 ga berdi. 95 ga berdi. 95 ming so'mga berildi. Qancha bo'lyapti? Bering 1000 so'm o'tib qo'ygan. 79. 1000 so'm o'tib ketdi. Realno so'da 79 ming so'm bo'lyapti. Attı taktı. Yeriz ekan tayin tak. 40 para sport mu? Qancha oldu aka? 33 mingga berilmayapti. Erkak a? Urg'ochi. 33 ming so'm. Sherigi 34 mingga sotildi. Deydi. Bunlar O'zigilar boshi. seksen mingga sotildi deydi. Shumatlar tartaylar, Nurlaniki barva. Hozir cho'matlarni ko'rsatamiz. Qanday atlar keldi? Show ko'ramiz. Qanchadan bo'ldi? 28,5 bo'ldi uni. 28,5. Bunun uchun 43 beryapti bu yoqda. 43 mingga berilmayapti. Realnami savdo bo'lyapti to'g'anda. 43 ming qilyapti deydi, bermayapti.
Hurmatlar asıp var bugün ha? Bu жерде реально мына сода болуп атыр. Кайсы бал болуп атыр? Ар жактабы? Мына жерде реально сода болуп атыр. Qancha qildingiz aka? 130 ming. 130 ming so'mga реально soda bo'lyapti to'g'onlar. Berib berdi. At biyiga keldi. Zo'r at. At qancha bo'ldi aka? So'radim bozor. Qancha qildi? 78 ga berberdingiz. 78 mingga berdim. Palban qanday? Qancha bo'ldi at? Ha. Kimniki? Ona da bir dakika ko'ryapti. Bular realda soda bo'lyapti to'g'onlar. Qancha qildingiz aka? Ha, 80 marka yatırıyor ya Katar. Yo'q, tartdim. Onu ekon patruşkalar katma ekon. Bu kişi alıp da. Kaça Qaysi? Hozir so'rasam buni bog' qilmayattirib, boshqa deydi. Qancha bular aldaydı. Qancha adiki? Vaqtida alıp şu bunlara qatalat. 97 mingga berilibdir. Yosh qanchada buni? Ha? Yosh qanchada? 3 adı. 3 yoz. Ulog'i bormi? Ulağın kimliği. Ha, siz bundayla chap yurgansizmi, ha? $155 mingga satıldı to'g'onlarimdan ushlat. Zo'r. Atgan biroq. O'yidadi. Ushlat. Zo'r. Qarayong Solomon mol bozorindamiz. Hozir bu videoda qo'ylarning bolarini tartib ko'rsatishga harakat qilamiz. Videoga like bosib, bizning kanalga qatnashgan bo'lsangizlar, qatnashib qo'yganday qazlar to'g'onlar. Bozorning eng oldi qo'shqorlar o'xshaydi. Quruqqa qo'shqorlar tartib etayotganda, mana shularning hozir baholarini bilasiz. Qanchadan bo'lyapti? Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Qo'zi 18 ming beradi o'sha qiziq. No'g'i qo'zi 18 ming so'm. Siz so'rayapsizmi? 25 kam bor deyapti. Ha, siznikimi? Ha, bu qo'chqorlar siznikimi? Aka, telefon nomerini aytib qo'ying, so'rashyapti-ku urug'liqqa. 559 beradi. 559 87 87 99. To'g'onlar mana urug'liqqa qo'chqor so'raganlar bo'lsa, chalsangizlar bo'ladi. Qo'chqorlar dadil ekan. Qarajı qancha? Aka, eng dadilning bahosini aytib qo'ymaymi? 80 mingdan kam bor. 80 mingdan kemi bor, ha? Qo'zlar kimdan ekan? Sizdanmi? Jalg'ondan aytib qo'ydingiz, ha? Jalg'on aytib qo'ydingiz. Sen men qo'sh tartib uyda topaman, deyin ko'raman. Voy, nega qizlar ko'rib suyib qolasizda? Yo'q, qisqama o'rətdə. Gözümdən qarşı. Qanchadan bo'lyapti aka? 90 ming. 9 mingdan. Urg'och qo'zlar ekan, ha? Bor deymiz, bilim. 9 ming so'mdan berib yatırsizlar shunda. 9 mingdan berib yatyapti. Urg'och qo'chqorlar. Aka, qo'zi qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? 11,5dan berbedingizmi? Ha, sizni tartmayman. Qo'chqorlarni o'zim tartaman buni. Bo'ldi, ketdim men.
Assalomu alaykum. Bular ko'rsatib turadi. 10 bo'ldi. Buni 15 bo'ldi. Qaysini baho bo'lib qilyapsiz endi? Joyda 7 varsa qalan. Arqamda olib kelibdi-da ko'plik. Bitta dadil. Qancha bo'ldi aka shu? 14 bo'ldi. 14. 14 ming so'm. Aka, qo'ylar qanchadan bo'ldi? 11'den. 11'den. Bular qo'chqormi? Qo'chqor, qo'chisi var. Aralashmi? Bazarsiz bersin aka. Bekar. Şu yerde qo'chqorlarning dadili bor ekan ha. Urib qara. Qo'y bu. O'noqlar qo'chqor ekan ha. Ular boshqami? Qo'ylar qanchadan bo'ldi? So'ravadi bu. Qancha deyapsiz aka? Shu dadil qo'ylarni. Qo'y qilam deganlar olsa zo'rda bunlar. Qancha? 20 mingdan. Qancha atish bo'lib qoladi aka? Xunondar ha? Zo'r ekan maşallah. Dadil qo'ylar ekan. 20 mingdan. Qo'chqorlar qanchadan bo'lyapti? Qanday? Bu dadillarida urug' tuqa. 35'ten. 35'ten. Zo'r baho qo'yibsiz aka. Dag'i tushib berasizda endi. Ko'ramiz. Allah razı olsun. Telefon nomer bormi? Yo'q. Yo'q bu. Telefon nomer bo'lganda so'raganlar bo'lsa ham Görüp bazardan görüp alaverishadi. Ha, mayli aka, bazar ustiversin. Ne o'g'inda shu bazarda satib ketding aka. Bazarda. Qanchadan bo'lyapti qo'chqorlar? Sizniki 55dan. 55dan. 55 ming so'm bor ekan. Dadil ekan. Maşallah. 53 ga birov sotildi. 53 ga birov sotildi. Bazar ustiversin. Assalomu alaykum. Voy, ne bo'ldi aka? Ko'rinmay qo'ydingiz. Qo'y, siz hali qarasam. Shunaqa mol bozorda yurasiz, qo'y bu jirki bozorga ham o'tib ketaverasiz, a? Qanchadan bo'ldi aka qo'zlar? 12200. Qo'chqor borda. Zo'r qo'chqorlar ekan-a, biroq. Aqcham bo'lganda mendagi bir 4 tani olib, Senda bor qoqchi. Bo'g'atilar. Ne qilyapsan? Qayerga bosib o'tiring? Yaxshi, hozir qayerda deysiz? Qiyin bo'lib qoldi, aqcha tovush. Bozor usti bersin aka. Qo'zlar qanchadan bo'ldi aka? 8,5dan bo'ldi. 8,5dan. 6,5dan bo'ldi. 6,5 ming so'mlik qo'zlar ham bormi? Kichikroq ekan-da. Eko 31 ming oldu aka. Qo'chqor bekot. Qo'chqor, qo'zi qo'chqor. Qo'chqorlar Eko 31 ming bo'ldi deydi. 15.500 so'mdan bo'ldi. Aka qanchadan bo'ldi? Ular 14 bo'ldi. Novuzu 12, novuzu 13. Semiz ekan. O, semiz, quruqda turgan. Zo'r ekan. Bo'l barakat qol. Qo'chqor qancha bo'ldi? 35 ming so'm. Urib ekan-da. Assalomu alaykum. Havo qandaysiz? Yaxshisiz? Qancha bo'ldi qo'chqor? Qo'chqor 40 ming hozir so'raydi. 40 ming. Safet bulandiqmi? Ha, 40 mingga so'rayapti-ku. Bermayapsiz. Qancha deyapsiz o'zingiz? 40 mingga berilmayapti. Bazarsiz, ne? Qancha bo'ldi aka? Qo'chqor bor. 65 dan. 65. Zo'r ekan-a? Qo'chqor. 65 ming so'm.
Tartmayın ha? Mayli. Kozlar qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum. Kozlar 10 mingdan bo'lyapti. 10 mingdan. Erkakmi? Pichmol, urg'achi. Pichmol, urg'achi, ha? Nazaringiz bo'lsin. Qanchadan bo'ldi? Xudoga shukr. Tartın şu kişini tart. Ne yap geldiniz? Koyları satıyordur da şu valla. Qancha oldu aka? Tartın egez. Nega sizni tartmayman, sizni tartmayman. Qancha bo'ldi? 50 da o'tirdi. Ye, arzon-ku. Arzonga sotadi. Yo, seriyozno aytyapsiz-ku yerida? Buna dadil ekan, buna to'g'onlar sizlarga. Urug' tuqa qo'shqor, dag'i tushib berasizlar. 50 dan dag'i tushib beraman deydi. Bozorda eng oldi qo'shqor o'sha o'xshaydi buna. Quyruqlari. Telefon nomeri Yazmayla qo'y nomerni. Qaqdan to'g'atan ko'rganda qiziq qolsa. 30,000 qoldi. Aka shuni tartın bundan. Qaysini? Bunog'ini 30,500 so'm bor. Şişe. Va telefon nomerini aytasizmi? Ha, bo'ldi. Ko'ruvlar qo'ysin. No'q. Qo'shqorlar kimdan ekan? Qanchadan bo'lyapti shular? Kozlar 25 mingdan uydi. Kozlar 25 mingdan uydi. Cho'ngdori? Qo'chqorlar 50 mingdan uydi. 50 mingdan uydi. Ha, biroq zo'r ekan. Liniyalari bor. Liniya bor. Toza qandu buna qo'shqorlar. Qayerdan olib keldinglar? Aflatundan. Aflatun, Paxtida. Aqsidan, ha? Telefon nomeri aytasizlarmi, kerak emas-ku? 707 0707 02 56 56 68 68 to'g'onlar. Bundan urug' tuqqa qo'shqor kerak bo'lsa, to'g'onlar chalsangizlar bo'ladi. Tushib beriladi, ha? Tushib beriladi. Chalib so'raysizlar to'g'onlar. Toza qo'shqorlar. Ne bu? Qancha so'm? Nur sport. Qancha bo'ldi aka? 32 32. Qancha oldi qozon aka? Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun 8-sentyabr 2024-yil Alabot oblasti Alabuqa rayoni Saloma mol bozoriga keldik. To'g'onlar bu videoda uylarning bog'larini tartib ko'rsatishga harakat qilamiz. Videoga like bosib, kanalga qatorib qo'yganni unutmangizlar to'g'onlar. Biz chiqargan videoni Nur Sport qancha so'm kanallaridan ko'rsangizlar bo'ladi. Shu uydan. Assalomu alaykum aka. Uy qancha bo'ldi? Bu emas buqa. Buqami? Bardig'i buqami? Bu 2 yasharmi, 3 yasharmi? 2 yashar. Qancha bo'ldi dedingiz? 115 ming so'm bo'ldi. 2 yashar buqa. Bularchi aka? Bular 135 ming bo'ldi. 135 ming. Eko ha? 70 67. 67,5 mingdan. Yaxshi. Bozoringiz. Buqalar qanchadan bo'ldi aka? Buqalar qanchadan bo'ldi? 105 bo'ldi. Eko 105 ha? 52,500 so'm. Buna realni baho bo'lyapti. Qancha bo'ldi aka? 46 yarim. 46,5 ming. Shunda aytasiz. 46,5. Rabiya soda bor. 46,5. Realda. Qancha bo'ldi aka? Uy.
Bu yeni balav eko? Yeni balav? Qancha o? 139 milyon. 139 mingga berilgan, ha? Zo'r uy. Tushunarli ekan. Yeni balav 139 mingga berilgan. Assalomu alaykum. Taqsir, yaxshisiz? Bu qancha oldi endi balav uy? 74? 1. Ha, 71 mingga berilibdir. To'rpog'i erkak burg'achu. To'rpog'i erkak ekan. Uy kishnaroq ekan. 71 ming so'mga berilibdi. Bunisi-chi ava? 120 bo'ldi yana bor. 120 ming yana bola. Bu urg'ach kerak to'rpog'i. Urg'achi. Bozorisi bersin. Nam no'g' yerda realni bog' bo'lyapti. Hozir shu bilan tartamiz. Qaysi bog' bo'lyapti aka? Ha? Qaysi bog' bo'lyapti? Qancha bo'ldi? 44 ming so'm buni. Qulojin ekan-a? 44 ming. 44 mingga sotildi? 45 mingga sotildi turibdi. Shu qulojin. Yem dollarlar yem. Qo'yveradi. Semiz ekan-a? Aka qancha oldi endi bala uylar? Aytib qo'ying aka. 85 ga bermadi. 85 ga berilmadi, ha? 85 ga bermadi. Bunisi-chi? Ular sen qaysi qolding bular? Qancha so'm? Nursport. Biz chiqargan videoni qancha so'm Nursport kanalidan ko'rasizlar. Biz tartibdan no bilan tartib shuni tartib qo'ying. Bo'ldi, keng tataymi? No bilan tartib. Lekinlardek tatib qo'ying, shatda. Mayli, bozorni olib bersin. Aka, endi bola qancha bo'ldi? Jang turibdi? 80 ga bermadi. 80 ga berilmadi. Qancha litr suti bor? Sut qancha beryapti? Sarkozi 5 bo'lsa, kechkisi 5 ta. 10 ekanda, ha, bir kunda, ha? Zo'r ekanda. 10 litr sut beradi. 85 ming so'mga beriladi. Erkak to'di urqachi? Erkak bolasi. Erkak bolasi. Assalomu alaykum. Aka, endi balavi qancha bo'ldi? 95 bo'ldi. 95? Erkak ekana to'rpog'i. 95 ming so'm bo'lyapti. Qilaverasiz bunaqa. Assalomu alaykum. Aka, qanchadan bo'ldi? Bular. Suradi bozor. 125. 125 ekona. 125 mingga berilibdi. Ikki buqa. Jash buqalar ekan. Qancha bo'ldi buqalar? Suradi. 80 ming, 55 ming. Buni 80 mingga berilibdi, buni 55 mingga. Ha, mayli. Qancha bo'ldi? Qulojinlar qanchadan bo'ldi? Qulojinlar 47 jardan bo'ldi. 47 jardan berilmayapti, bozorimiz. Realni bor bo'layotgan yerlar bo'lsa, bor tatamiz bu yerlar. Realni bor bo'lyapti. Qaysi bor bo'lyapti aka? Qaysi bor? No'g'u buqov? Qaysi kanal? Qancha so'm Nursport? Qanday? Nursport deydi, Nursport. Nursport bilan qancha so'm kanaldan chiqadi? Biz chiqargan videolar. Qancha qildingiz aka? 55 ming. 55 ming so'mga beriladi. Reallar bor tug'anda. Qayda turibsan, qo'ling ko'tarib qo'y. Endi balo qancha bo'ldi aka? 80 ming. 80 mingga berilyapti, ha? Qulojinlar qanchadan bo'lyapti, ava? 48, 50. O'shunday tegeraginde. Yaxshi qulojinlar ekan, ha, biroq, ha, buni. Zo'r ekan. Bozoringizni bersin, ava. Bu
qanchadan bo'ldi qunajinlar? Aka? 4 boqmi? 57 ming. Bunisi narxisi 34. Assalomu alaykum. Hava qandaysiz? Yana bo'ladi. Suradi bozor berdi. Bunchaga berdi. 60 suradi. 60 suradi. 60 ga verilmedi. 60 ga verilmedi. Yaxshi. Bozoringizni bersiz. Xo'p. Xo'p, rahmat sizga da. Assalomu alaykum. Aka qandaysiz? Sog'liqlarimiz. Allohga shukr. Bozor yaxshi naybi bugun. Bozor yaxshi. Bo'lyapti. Qancha so'rashdi uydi? Buni buyurgan ekan oldim. Ha, buni oldingizmi? Mashallah, zo'r so'nimi ekan biroq. Men o yoqdan qarab ele göz shuga tashladidan keldim men tartaydi. O'sha Qanchaga oldingiz? Bir realni 114 mingga oldim. 114 mingga. Bolasi erkak. 4 bo'g'i erkak ekan. Birinchi bolasi. Mashallah. Zo'r ekan. Zo'r olibsiz, ava. Uy yaxshi ekan. Buyur, nasib qilsin. Realni savdo bu. Qaysi bo'lyapti aka? Mana shu uy realni va bo'lyapti. Qancha qildingiz? 79 ming. Bu bo'z bu. Yo'q, bilinmaydi. 79 ming so'mga realni savdo bo'lyapti, berilyapti. Yemi shuncha bo'lib qoldi. Siz qancha so'rayapsiz aka? 1000 so'm talash. 1000 so'mmi? Kengizlar yemi shuni sotveraylik. Hozir, voy aka, bozorda bugun janoq dam deyishyapti. Kengem kishnasidaga qo'shib bering. Gap pulda emas, He. Satılsın evi. Sizler alın. Toprak gap pulda emas, bug'ada. Shunda. Aka, ishni qo'shib. Janob beraver. 5 so'm qo'shtiraylik, 5 so'm tushib qo'ysak. Qayta atib beraman. Qayta atib beraman. Jo'ngiraylar tushib beradi. Men tushmayman. Berildi. O'zi blogermi aka? Assalomu alaykum. Ey, pasta yanna shunday qilasiz. Tartpa deb. Ne bo'ladi endi? Assalomu alaykum. Keng uchrashib qo'yinglar. Moskvaga borib qolibdi-da. Qayoqqa Moskvaga? O buni Xitoydan ham ko'rishadi. Tartaversin, mayli. Koreya, Xitoy. Butch yerdan ko'radi. Qanchadan bo'ldi? Bolalarni aytdim, bozor. Bolalarni aytsam, qimmat aytib qo'ydim. Yo'q, hem bozor bunday suradi, kelib tur, munchaga ber, deydi-ku. 37 29. 42 38 29. Mana shunday bo'l bo'lyapti bugungi bozor, ha? Bozoringizni bersin ava. YouTube'ga chiqadi. Nimaga chiqib TikTokga TikTokga chiqmaydi. TikTokga uzun videolar chiqarib qo'y. TikTok qisqa videolar chiqadi. Aka, qancha oldu? Endi bor. Birodku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaysizlar? Yaxshi. Avlarim kengsiz ham uchrashib qo'ydi. Kishini o'zidan bo'lib. Bozor qanday bo'lyapti aka bugun? Bozor okey bo'lyapti. Zo'rmi? O yerda janoga aytishyapti-ku, ta bugun dam deb. Bozor. Bugun bozor. Murunga solishtirmalik vaqtda. Sal dam, ha? Dam. Yaxshi bo'lib ketadi Buqa bo'lama, buqa. Buqa endi постоянно pul qo'ydi. So'ng buqalar bozor. Buqa endi. O'ziga chiqqan olib ketyapti. Yaxshi. Bu hozir buqa ekan-a? Buqa. Qancha bo'ldi bu? Suradi bu bozor? 322 bo'lyapti. 3 Dungbada 122 mingga berilyapti, ha? Bu yeni bola ekan. To'pog'i urg'achi o'xshaytadimi? Urg'achi. Buqa bu. Yaxshi. Bozorni sotdi. Nari o'qishlar. Tushib turadi bozor, ha? Yana tushdi. Ashlat deyishyapti-ku, dirka-purka bozor ekan quloq-qulog'ini o'sha. Xudo qalasa yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh.
Mayli, bazoringiz tartib. Assalomu alaykum. Aka qandaysiz? Yana bo'ling, qancha bo'ldi aka? 80 birga bermedim. 80 mingga berildi da. Bermedim. 80 ming so'm berildi turganda. Assalomu alaykum. Yaxshilarmi? Qancha bo'ldi? Buydu suraylik alayım dedik. Surad qancha deyapsiz aka? 80. Iko, bir 80 ming deyapsiz. Biroq yaxshilar ekan ularni servis jittiragan ekan-a. Bozorni sizlar. Qaysi satıldı? Qaysi satıldı? Qancha oldu? 66 ming so'mga satıldı bunlar endi. Tuğanlar kolu kelisizce ularni bağlab, hak ko'rsatgan harakat qilib